Manipulyatorlar miyangizni qanday qilib sezdirmay buzib kirishini bilasizmi? Ular siz mutlaqo ojiz bo'lgan bitta biologik xatolikdan foydalanishadi. Bu haqiqat illyuziyasi effekti deb ataladi. Bizning miyamiz juda dangasa a'zo. U analiz qilishga energiya sarflashni yomon ko'radi. Shuning uchun manipulyator shunchaki bitta yolg'onni qayta-qayta takrorlayveradi. Bilasizmi? Bu paytda miyada nima yuz beradi? Har bir takrorlashda boshingiz ichida yangi neyron aloqasi quriladi. Boshida u ipdek ingichka bo'ladi. Keyin esa baquvvat va yorqin magistralga aylanadi. Birovning fikri 10-marta yangraganda, miyangiz bu keng yo'lni ko'radi va shunday deydi: "O, tanish yo'nalish. Demak, bu haqiqat." Zaharli odamlar va marketologlar o'z g'oyalarini sizga aynan shunday singdirishadi. Yolg'on tom ma'noda boshingizning jismoniy bir qismiga aylanib qoladi. Bu videoni hamma narsaga ishonaveradigan do'stingizga yuboring va manipulyatsiyalarga blok qo'yish uchun saqlab qo'ying.